qalin mahallamizdan mana shu sotiladigan uyimizni chiqaryapmiz. Akalar, bu sotigi roppa rosa 5 sotik akalar. Rop sho'yi ham katta ekan. Bemalol mana bu tarafiga kir moshina o'rnatib qo'yasiz. Bu taraf mana bu tarafida navesi bor. Razmeri uzun, как mehmonxonani singari uzun razmerdagi chap tarafimizda xonalari bor. Ketdik, xonalarni ko'ramiz. Bu uyimizni senasiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum Alimov TV'ning podpischilari. Yaxshi niyatda menga podpiska bosgansizlar. Mahallalarda, ichlaridan, chiroyli joylardan uy chiqib qolsa olaman deb. Aynan men sizlarga hozir Navbahor uchastkasidan, Aravon rayoni Navbahor uchastkasini bilamiz. Oktyabrda Navbahor uchastkasidan 5 sotiklik uy bilan joy topib qo'yganman. Ketdik, birgalikda ana shu joylarimizni ko'ramiz. Bu uyimizni fasad tarafiga keladigan bo'lsak, aynan mana bu uyni burchagidan boshlab, mana bu oq devor ko'rinib turibdi. Mana shuni tugashigacha sizning uyingiz bo'lib qoladi. Ketdik, ichariga kirib bismillah deb ko'raylik. Xo'p, birinchi aytib o'tib ketadigan joyim, videoda aytib o'tib ketishim kerak bo'ladigan joylari mana bu oldin bitta odamning uyi bo'lganligi uchun mana bu tarafda derazalari bor. Bu derazalar yopilib, urilib ketadi. Mana bu qo'shni tarafda devorlari ham ko'tarilib, urilib, siz taraf ko'rinmaydigan bo'lib to'silib qoladi. Uyga kirganimizda chap tarafimizda xonalari bor. Ketdik, xonalarni ko'ramiz. Xo'p, birinchi xonasiga keladigan bo'lsak, birinchi xonasida ana shunaqa suppasi bilan bemalol o'zingiz choy ichib o'tiradigan xonangiz ekan. MDFdan devorlarni apshipka qilib qo'ygan, patologlari yaxshi holatda va o'rta pechkasi bor ekan. Eng kerakli joyi o'zingizga choy ichib o'tiradigan o'rta pechkalari bor ekan. Nariga xonasini ham kirib ko'ramiz. Eshiklari akfa eshik romlar ekan, eshik romlari. Mana bu uyimizni tashqi tarafini ko'rib turibmiz. Travertindan fasad qilib qo'ygan. Mana bu xonamizga ham kirsak, bu xonamiz ham razmeri uzun, как mehmonxonani singari uzun razmerdagi devorlari bilan patologini ham MDFdan apshipka qilingan ekan. O'rta pechkamiz bir taraf bu tarafdan chiqadi va mana bu joyda shkafi bor ekan, polkalari bilan. Xo'p, tayyor yashaydigan uyda endi bemalol sirazi kelib yashasangiz bo'laveradi. Bu tarafida to'g'ri gap, anchadan beri odam yashamayotgani uchun bir qator yaxshilab, tozalab, uxot qilib yuborish kerak. Xolos, dushi bor ekan. Dushovoyi ham katta ekan. Bemalol mana bu tarafiga kir moshina o'rnatib qo'yasiz. Bu tarafida cho'miladigan joylaringiz bilan, qisqasi, kelib sirazi yashasa bo'ladigan holatda. Kelib sirazi yashasa bo'ladigan holatda. Bu tarafida ko'rdik, 2 xona uy, bitta dushi bilan va mana bu tarafiga tushadigan bo'lsak, mana bu tarafida. Bu tarafida ham xonasi bor. Mana bu tarafida ham xonalari bor. Mana bu xonasini ko'ramiz. Xohlasangiz bu yerda kuxnya qilib olasizmi, nima qilsangiz ham bo'laveradi. Bu yerga ham haligi suvlarni montajlari bo'lgan ekan, suv svetlari. Mana bu tarafini ham ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Bu yoqda ham bitta xonasi bor. Ikkalasini ham patologlari natijli patolog qilingan ekan, ukalar. Natijli patolog qilingan ekan. O'zi bu uyimiz yer hisobida chiqyapti, baribir sirazi kelib yashayman deganga yashagani sharoitlari bilan chiqyapti. Uzumlarni ko'rib turibmiz. Uzumlariga bitta chiroyli qilib so'kishchaydi qilib qo'ysangiz bo'ldi. Mana bu tarafida navesi bor. Navesi tayin olasiz, kuxnya, letniy kuxnya qilib oling, xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladigan. Mana bu tarafida hojatxonalari bilan. Endi uyimizni aytib o'taydi. Mana shu joygacha, mana bu ko'rsatib turgan joyimgacha uyimiz ozgina ensizroq bo'lib keladi, ensizroq. Necha metr ekan, hozir video cho'zilib ketmasligi uchun qadamlab o'lchamay qo'yaveray. Mana bu joydan o'tganimizdan keyin mana bu zabor ko'rinib turibdi. Bemalol katta kotej soladigan bo'lib, uni trunkagacha, bu yog'i mana bu devorgacha bo'lib turib, keng joyimiz kelyapti. Orqa tarafini o'lchaydigan bo'lsak, mana bu qo'shnining devoridan tortib, mana bu gilos ham sizning uyingizga ichiga kirib qoladi. Mana bu tarafdan tortgin, orqa tarafimizdan. Orqa tarafdan meni tort. Aynan mana men turgan joydan boshlab bu yog'i sizning uyingiz bo'lib qoladi. Sotigi roppa rosa 5 sotik akalar, roppa rosa 5 sotik. Xo'p, adresini tushuntiradigan bo'lsam, adresi Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, bu uyimizni Aravon rayonini Oktyabr oyini hammamiz bilamiz. Oktyabr oyida Oqmozorda akalar Navbahor uchastkasi bor. Bu tarafimiz ko'proq Oqmozor tarafdan Oqmachit bilan chiqib kelsangiz juda ham yaqin bo'lib qoladi. Oqmozorning orqa tarafidagi qalin mahallamizdan mana shu sotiladigan uyimizni chiqaryapmiz. Akalar, bu uyimizni senasiga keladigan bo'lsak, 5,5 million so'm
kami bor qo'yyapmiz. Egasining nomerini ekranda qoldiryapman. Egasiga telefon qilib bemalol kam ko'zlarni gaplashib olsak bo'ladi. Mana bu videomiz sizlarga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiskani ayamaymiz degan umiddaman. Kommentariyada обязательно bizga ham chiroyli joylardan yaxshi uylar nasib qilsin deb yozib ketamiz. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa 0556 bilan 20 20 48 nomeriga murojaat qilamiz. Rahmat.